Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 19-may 2025-yil Namangan viloyati To'riqon tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Bugungi ertalab chiqqan gazabloklarimiz bu reysni Buloqboshiga jo'natyapmiz. Andijon viloyat Buloqboshi tumaniga 17,5 ming so'mdan yetkazib beryapmiz. Zakaz qilganlariga 17,5 mingdan bo'ldi. Gazabloklarimiz mana shu bugun ertalab chiqqan holati. Razmerlari 20 ga 30-60, mustahkamligi zo'r, qirg'oqlari o'ta ajoyib. Razmerlari aniq keladi, ustakalarni qiynab qo'ymaydi. Duo qilib uradigan qilib chiqazib qo'yganmiz. Ichkarida qo'yib tayyorlab qo'yganlarimiz. Bu ichkarida quyib tayyor qo'yganmiz, o'rab tezroq qotirish maqsadida o'raladi. Buni ichkarida 3-4 soat qolibdi turgandan keyin holatga qarab 4 soatgacha keyin kesiladi. Reysga qo'yib kesiladi buni. 550 markadagi semanda qo'yapmiz. Toshlar zo'r chiqyapti. Kimga blok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu videoga ulab hozir Buloqboshiga Andijon Buloqboshisiga yetib borgan holatidagi videoni ham xudo xohlasa ulab qo'yishga harakat qilamiz. Vodiy bo'ylab 17,200 so'mdan dastavkasi bilan yetkazib beramiz. Semen qo'shib, davobga qilib qo'yib bersanglar, yana ozgina shu qo'shgan semenimizni rasxotini qo'shamiz xolos. Vodiy bo'ylab 17,200 so'mdan 100 kilodan semen qo'shilgan holatida yetkazib beramiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana gazabloklarimiz Andijonga yetib keldi. Ya Andijonning qaytida edi? Buloqboshi. Buloqboshiga mana gazabloklarimiz yetib keldi. Sifatlar. Gays qishlog'i deb bor, hamma biladi. Gays qishlog'i. Gays. Gazonborni pasida. Oldi. Mana qo'ldan kelgancha chiroyli qilib olib keldik. Imkon qadar sifatli qilib olib kelishga harakat qilamiz. Gazabloklarimiz yoqdimi aka? Yaxshi, zo'r. Qattiq ekan mana. O'zlari yonmas.